Hürmetli televizyon kögüçler, qadrlik dostlar. Yakında Şinjan Üniversitesi Neşriyatı tarafından 6 tomluk Jungo Xalq Çöçekleri toplumu Şinjan Tomi Uygur Xalq Çöçekleri neşr qilindi. Bu katta emgekning ro'yobga chiqishi, shundaqla uning o'qirmanlar bilan yuz ko'rishi bizning milliy hayotimizdagi tabriklashga tegishli katta murosim. Biz mushu munosabat bilan mushu yirik emgakni yorug'liqqa chiqarish uchun jafo tortgan bir qism olim, mutaxassis va tadqiqotchilarni bir yerga jam qildik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Adabiyat Sanatçılar Birleşmesining sobiq muavin raisi, Xalq Adabiyat Sanatçılar Jamiyatining faxriy raisi Ablimid Sodiq. Şinjan Üniversitesi Filologiya institutining professori, doktorantlar yetakchisi Osman İsmail Tarim. Şinjan Üniversitesi Neşriyatining muavin boshlig'i Xelil Muhammad. Umuman aytganda, bu qitimqi mushu kitoblar orqali Uyg'ur xalq afsona rivoyat, cho'chak va latifa chaqchaq loblarining asosiy gavdasi namoyon qilindi. Jungo xalq cho'chaklari Şinjan tomining Uyg'urcha nusxasi nashr qilindi. 6 tomninki nashr qilinishi nurg'un kishilarning amgigining natijasi. Asliga sodiq bo'lish prinsipi bo'yicha bu kitobningki yerlik shivlarni o'z bet saqlab qolishni tayin topdi. Endi Ablimidga mushu Uyg'ur xalq cho'chaklarininki 6 qismliq mushu ko'rkam nashrini ko'rib o'ltirdik. Endi mushu bu qitimqi mushu 6 tomliq mushu katta emgakninki bosh muharrir bo'lib chiqdingiz bilan mushu emgakning ishlanishi haqida bir qisqacha o'zingizning qarashlarini o'tirib qo'yib bersangiz. Umuman aytganda, bu qitimqi mushu kitoblar orqali Uyg'ur xalq afsona rivoyat, cho'chak va latifa chaqchaq loblarining asosiy gavdasi namoyon qilindi. Osman muallim, bugungi kunda mana 6 qismliq 6 tomliq Uyg'ur xalq cho'chaklarininki nashr qilinishi, o'qirmanlar bilan yuz ko'rishi qanday real ahamiyatga ega deb qaraysiz? Endi bu kitoblar hozir nashr qilindi. Meningcha bu kitoblarningki mundaq bir necha tarafda ahamiyati bor. Biri, Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarini qutqizib olishda bu intayin muhim ahamiyatga ega. Necha ming yildan buyon davomlashtirib kelgan yoki ijod qilib kelgan shunday qimmatli ma'naviy boyligimizni qutqizib qolishda, uni saqlab qolishda va keyingi avlodlarga tarqatishda buning birdan bir usuli nima deganda, uni to'plab mana shunday kitob qilib tuzish, yozma shakliga ega qilishdan iborat. Bu jihatda buningki ahamiyati cho'ng deb qarayman. Ikkinchi tarafdan aytganda, mushu qitimqi mushu to'plam Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarini birinchi qatim to'liq va atrofliq to'plab turga ayirib ko'rsatadi. Shuning uchun buningdan keyin Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarini o'rganguchi va tadqiq qiluvchilar uchun intayin qulaylik va ishonchli material bo'la oladi deb qarayman. Uchinchi tarafdan buning kirgan asarlar nurg'unlari vakillik xarakteriga ega asarlar. Shundoq bo'lganligi uchun bu asarlar o'zining aktual ideyasi va mukammal shakli orqali keng o'qirmanlarni huzurlantira oladi va ularning estetik ehtiyojini qondira oladi. To'rtinchi tarafdan aytganda, bu xalq hikoyalariga, afsonalarga, rivoyatlarga, cho'chaklarga bu Uyg'ur xalqining e'tiqodi, Uyg'ur xalqining urf-odati, Uyg'ur xalqining axloq ko'z qarashlari, Uyg'ur xalqining psixikasi, falsafasi, shundaqla konu zamondagi ijtimoiy tuzum qoidalarining hammasi shuning ichiga kirgan. Yoki shu xalq hikoyalari orqali ifodalangan. 5-dan qilib aytganda, bu kitobning nashr qilinishi yana yozuvchi san'atkorlarni nihoyat yaxshi ijodiyat temasi bilan va ijodiyat shakli bilan, ijodiyat mahoratlari bilan ta'minlaydi. 6-nuqtani olgan vaqtda boshqa millat kishilari mushu hikoyalarni o'rgansa, Uyg'ur xalq cho'chaklarini ko'rsa, u vaqtida Uyg'urlarni tushunish va
madaniyat almashtirish mushundaq bir xil xizmatini ilgari surgil bo'ldi deb qarayman. Endi Xilil efendim, Uyg'ur xalq cho'chaklarini nashr qildirishda sizlar davlatning tur mablag'iga erishibsizlar. Endi mushuncha katta asarni, mushunda zo'r hajmlik yirik asarni tahrirlashda balkim tahrirlik olqisiga intayin ko'p kuch ketishi mumkin. Sizlar mushuni tahrirlash jarayonida qanday masalalarga duch keldinglar? Nashriyotimiz 2013-yili bizningki ustozimiz Abdulmut Sodiq akaning qo'lidan bu asarni topshirib oldik. Shu yili 2-oyda Şinjan Uyghur Abnum rayonluq axborot nashriyat idorasiga tim yo'lladik. Ham temi tushukcha buningki bir qism xizmatlarni ishlashga boshladik. Shu yili 6-oyda biz bu kitobni Jungo axborot nashriyatchilik bosh mahkamasining tur qurilishiga iltimos qildik. 6-oydan boshlab Şinjan Uyghur Abnum rayonluq axborot nashriyat idorasining tasdiqiga tushdi. Biz kitobni rasmiy holda ishlashga boshladik. Hem işleş jarayonida bizningki birinchi bo'lib uchirgan qiyin masala nima bo'ldi degan vaqtda bu kitob, ya'ni bu to'plam bizning Şinjanning har qaysi joylaridan to'plangan. Ham bu bizningki bu Şinjanning alayligida har qaysi joylarning o'z oldiga bir yerlik shivirlar. Dek mushuni qanday qilish masalasiga duchor bo'ldi. Asliga sodiq bo'lish prinsipi bo'yicha bu kitobningki shu yerlik shivirlarni o'z bet saqlab qolishni tayin qildi. Tahrirlash jarayonida biz bu kitobni zodi qaysi jihatdan, qaysi nuqtalardan gavdalantirish kerak degan masalani o'ylashdik. Bizningki nashriyat xodimlarimiz bu kitobni ishlashga boshlagandan keyin kechin kunduz qulab nihoyat jafoliq qildi. Shundan bir vaqtda bu kitobningki birsi o'qirmanlar yaxshi ko'radigan, ikkinchi birsi mazmunning saqlam bo'lishi, uchinchi birsi tilning ravon bo'lishi nuqtasidan biz kitobni yanada ilgarilagan holda ko'rish, tadqiq qilishga duchor bo'ldik. Natijada 2014-yili 2-oyda kitobningki dastlabki tahrirligi oxirlashdi. Biz nihoyat tezlikda aslidagi kitobningki betlarini rangsiz holatda ishlashdan buni rangli holatda ishlashgan. Ikkinchi bir tarafdan buning muqovasini ko'rkam bo'lgan, saqlash qimmati yuqori bo'lgan nihoyat yuqori texnikada ishlashni tayin qildi. Bu yil 6-oy kelgan vaqtida biz kitobning barliq tahrirlik, ko'rishtirlik va tekshirib bekitish xizmatlarini tamomlab Beijing Shunchang ranglik basmachilik shirkatiga besish qildi. Bu yil 8-oyda nihoyat tezlikda bu kitob besilib bizning qo'limizga tegdi. Bizde hozirgacha 3000 parchaga yaqin cho'chak afsona rivoyatlar e'lon qilinib, buning mutlaq ko'pchiligi cho'chaklar. Bu kitobningki nashr qilinishi bizning shu Uyg'ur xalq cho'chaklarini tadqiq qilishimizda, bundaqcha aytganda cho'chakshunoslik ilmini barpo qilishimizda nihoyat muhim ahamiyat ega deb qarayman. Uyg'ur xalq cho'chaklari bizningki Uyg'ur xalqiningki uzoq o'tmish tarixininki bir namoyandasi. Endi Abdülmit'e bayanmı deyiştik. Siz muş toplamının baş tüzgütüskensiz. Endi muşның tüzülüş prinsipi, onun linkin işleniş jarayoni qandaq bir basqıçlardan ötken dep qaraysiz? 1984-yili Medeniyet Ministerligi, Devlet Milli İşler Komiteti ve Cumhur Halk Edebiyat Sanat Tadqiqat Cemiyeti birlikte 808 numaralı hüccetini takip, bütün memleketin her qaysi joylaridagi xalq egiz edebiyatı eserlerini toplap, 3 toplam qilib nashr qilishni, ya'ni Cumhur Halk Cho'chaklar toplami, Cumhur Halk qo'shoqlar toplami, Cumhur Halk maqol tamsillar toplami qilib nashr qilishni o'rlashtirdi. 1987-yili 6-oyda Abnum rayonluq Partkom Bangungtingi ve Abnum rayonluq xalq hükümeti Bangungtingi birlikte 404 numaralı hüccetini taqib, Abnum rayonimizdagi her qaysi milletlerinin xalq egiz edebiyatı eserlerini toplap,
3 toplam qilish, ya'ni cho'chaklar, qo'shoqlar, maqol tamsillar to'plami tuzishni o'rlashtirdi. Endi Abdun rayonimizga kelganda, oz sonli millatlarninki alayligini nazarga ilib, 3 toplamni 4 toplamga o'zgartdi. Ya'ni xalq dastonlarini o'z ichiga oladigan bo'ldi. Mana uningdan keyin Abdun rayonlik partkomining bevosita rahbarligida rahbarlik guruhi qurildi. Ondan keyin buning ishxonasi bizning xalq adabiyot san'atchilar jamiyatida ta'sis qilindi. Va bu 3 to'plamning tahrir hay'atlari qurildi. Mo'shu jarayonda nurg'unlagan xalq eg'iz adabiyoti asarlari to'plandi. Hatto ba'zi noiti yo'qolish girdog'iga berib qolgan bir qism qimmatli xalq eg'iz adabiyoti asarlarimi to'plandi, qutqizilindi. Bu xizmatga ilgari oxiri bo'lib 10 yildek vaqt ketdi. Nurg'un odam kuchi mablag' ajratildi. Endi mo'shu asosda oldi bilan osonliq millatlar o'z milliy til yezig'idagi o'lka tomlarini nashr qilish belgilandi. Mo'shu sababdan mo'shuning ishida biz Uyg'ur xalq cho'chaklari mana mo'shu oldinlarda turgan Uyg'ur xalq cho'chaklari to'plami mana mo'shu asosda maydonga keldi. Endi yuqoridan ko'rsatgan hujjatida mo'shu osonliq millatlar tilidagi to'plamlarga yolg'iz nahiya tomlarini asos qilib qolmay, balki tarixdan beri to'plangan, nashr qilingan va qadimiy kitoblarga kiritilgan barliq xalq eg'iz adabiyoti asarlarini kirgizish talab qilindi. Bizda hozirgacha 3000 parchaga yaqin cho'chak afsona rivoyatlar e'lon qilinibdi. Buning mutlaq ko'pchiligi cho'chaklar. Endi mo'shu asarlarning ishidan biz tanlagan asosda mo'shu Uyg'ur xalq cho'chaklari to'plamini tuzdik. Bu ilmiy prinsiplarga kelsak, bu memleketlik 3 to'plam bosh tarbiyachiga tuyagan ilmiy prinsip asosan birisi ilmiy bo'lish, ikkinchisi atrofliq bo'lish, uchinchisi umumyuzlik bo'lish. Mana shu 3 ilmiy prinsip asosida ishlash o'tirib qo'yilgan. Endi ilmiy bo'lish deganimizda buningda asosligi haqiqiy xalq eg'iz adabiyoti asarlari bo'lish. Shuningdek asarga munosabatlik materiallar birlikda to'plangan bo'lish. Aynan xotirlangan bo'lish. Ikkinchisi umumyuzlik bo'lishda har qaysi millat, har qaysi joy, har qaysi janr, har xil uslub, har xil mazmundagi asarlarning hammasini kirgizish talab qilingan. Uchinchi vakillik xarakteriga bo'lish deganda mana o'sha har qaysi millatlarning, har qaysi joylarning har xil janr, tur, uslub, shakl, mazmun jihatdagi asarlarning ichida eng vakillik xarakteriga egalarni tanlashda ko'rsatilgan. Osman muallim, bugungi kunda mana Uyg'ur xalq cho'chaklari mushu 6 ton bo'lib ko'z oldimizda turibdi. Ham demak, mushu emgaklarningki jamoat bilan yuz ko'rishishini qanday bir ilmiy qimmatga ega deb qaraysiz? Bu kitobninki nashr qilinishi bizning mushu Uyg'ur xalq cho'chaklarini tadqiq qilishimizda, mundaqcha aytganda, cho'chakshunoslik ilmini barpo qilishimizda nihoyat muhim ahamiyat ega deb qarayman. Bu tomda Uyg'ur xalq cho'chaklari va qadar to'liq to'planib, nihoyat ilmiy usulda turlarga bo'lindi. Onundan boshqa eng muhimi o'sha Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarining o'ziga xos alaylik asosan yana nurg'un tur yangidan bekitilgan. Shunday qilib bu turga bo'lishda bir nihoyat ilmiy bir xil holat shakllandi. Ikkinchi tarafdan qaraganda bu qatimqi mushu to'plamning tuzilishi xalq eg'iz adabiyotini to'plash, ratlash prinsiplariga bir qadar to'liq rioya qildi deb qarayman. Buning ichidagi eng muhim bir masala aynan xotirlash masalasi. Aytib berguvchi qandoq aytgan bo'lsa, shuncha xotirlash degan so'z. Endi burunqi bizning mushu xalq eg'iz adabiyoti asarlarini xotirlashda, bo'libmi mushu xalq hikoyalarini xotirlashda mushu prinsipga amal qilolmadik. Bu qatim endi mushu xil ahvolning oldini olish uchun bo'libmi
har qaysi noilalarda to'plangan 3 to'plam asarlarga alohida diqqat qilib ko'z yugurtilib, ashularning aslidagi holatini, asldagi til uslubini saqlab qolgan asosda maktabga kirgizish. Mal prinsip bo'yicha bo'ldi. Yana birisi shu asar bilan billa xotirlashga tegishli mazmunlar burunqi kitoblarimizda haqiqatan mushuni baxsal qaralgan. Birisi xotirlangan vaqt va o'rni yozimiz. Ikkinchisi aytib beruvchining ahvolini yozimiz. Üçüncü qatimda eng oxirida ondan bu xotirlovchi o'zining ahvolini yozadi. O'zi kim? İsmi nima? Nerede ishlaydi deganda. Bularni xotirlashning hammasiniki nihoyatda cho'ng ilmiy qimmati bor. Bu qatim mushu masala iloji bor tuzitildi. Men bunda bir misolni olay. Bizda Chintemir Botir cho'chiga nihoyatda keng tarqalgan cho'chak. Kitobdan kitob ko'chirilgan. Ammo buni eng dastlabki kim ratildi? Eng dastlab kim aytib berdi? Egisi yo'q. Mushu qatim mushuni izlanish orqali oxiri bu cho'chakni bu 1880-yili G'uljidagi Molla Bilal degan shoir kishi Pantusupga aytib beribdi ekan. Pantusup buni to'plab e'lon qilibdi ekan. Shuning bilan biz mana mushundaq ba'zi narsalarning egisini tepib oshni nihoyatda aynan qildik. Hozirgi to'plangan xalq og'zaki hikoyalarimizda biz ilmiyligi jihatda ma kitobning yuqori deb qaraganim shu. Yana bir jihatni olganda bu qatimki shu kitobga shu cho'chakchilarning, nurg'un cho'chakchilarning ahvoli tunishtirildi. Yana bir tarafdan olganda ma kitobda hamda Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarining nurg'un asarlari kirgizilib qolmay, yana boshqa kitoblar, masalan aytaylik, yerlik 3 to'plamdagi har xil noilalarda va noidarajalik shaharlarni asos qilgan 44 cho'chak to'plamidagi butun cho'chakning mundarajasi ma'noga kirgizilgan. Uningdan boshqa Tarim, Miros, Buloq jurnalida e'lon qilingan cho'chaklarning hammasining tizimida kirgizilgan. Mushu orqali biz mushu cho'chaklarni o'rgangish va tadqiqotchilar uchun nihoyatda ishonchlik va qulaylik bir xil material bo'lib qoldi-da bu. Endi Xelil apandim, endi sizlar mushuni nashr qildirishda o'qirmanlar qatlamini o'ylashdinglar balkim. Buni setish kerak, setib olish kerak. Mushu masalaga nisbatan qanday qaraysiz? Uyg'ur xalq cho'chaklari. Bizningki Uyg'ur xalqininki uzoq o'tmish tarixininki bir namoyandasi. Bizningki bu Uyg'ur xalq cho'chaklari tövandagi bir qancha qatlamninki ko'rishiga mos keldi. Birinchidan, agar bu asarlarni bizningki pishqadamlarimiz, ota-onalarimiz, buvilarimiz ko'rsa, o'zining buningdan necha 10 yillar ilgirki yoshlik vaqtini esga oladi. İkinci bir tarafdan bizningki yoshlarimizni Uyg'ur xalq cho'chaklari bilan tarbiyalasak, yigitlarimiz o'zini mardu-mardona, vafodor, kuyimchan mushlar qilib tarbiyalagan. Shundan bir vaqtda bizningki qizlarimiz sharmiy hayoliq, axloqli qilib tarbiyalashdi. Ularningki vatanga xalq kuyinish, ota-onaga sodiq bo'lish ro'yini yetildirishda bu nihoyat yaxshi bo'lgan bir amra kitob bo'la oladi. Üçüncü tarafdan aytsak, bizningki kelgusi farzandlarimizni tarbiyalashning xalq eg'zariyati, ya'ni Uyg'ur xalq cho'chak latifalariga, masal rivoyatlariga tayinsak, buniki nihoyat zo'r bir qimmatga ekanligini yetkazib beradi. To'rtinchi bir tarafdan tadqiqotchilarimiz bizningki shu Uyg'ur xalq cho'chaklaridan foydalanib, o'zining tadqiqotini kengaytsa, ishonimizga uning tadqiqoti texmi mo'l, texmi mukammal bir tadqiqot bo'ldi deb qarayman. Yana birisi hamda shu san'atkorlarimizning foydalanish masalasi. Masalan, buning ichidan bizda deymiz nurg'un hikoyalarni, masalan, rivoyatlarni, nurg'un xalq cho'chaklarini sahnaga olib chiqsak, drama qilib olib chiqsak bo'ladi. Har qanday bir nashriyot o'zining mavjudligini saqlayman deydi ekan. O cho'qim buningki biri nodir asarlar bo'lishi kerak. Ikkinchi birisi buningki nihoyat bozorlik bo'lgan asarlar bo'lishi kerak. Bizga asrlar mobaynida xalq adabiyoti boyligini, shu cho'chaklarni bizgacha yetkazib kelgan cho'chakchilar, voizlar, maddohlarning to'pisi intayin cho'ng. Bu kitobninki muqovasining loyihalanishi, muqovaga ishlatilgan rang, chizilish, tuplanish sifati, ichiga kirgizilgan suratlar nihoyatda joyida bo'lgan.
Endi buni hozirgilar emas, balki kelgusi avlodlarmi qadrlab saqlaydi deb o'ylayman. Osman muallim, endi bundan keyin biz mush xizmatlarni texmi sifatli qilish uchun, texmi astoydil qilish uchun qandaq xizmatlarni ishlashimiz kerak? Bugungi kundagi xalq eg'iz edebiyotining shu mavjud bo'lib turishda hozir mundaq bir uch xil ahvol bor. Biri asli holatdagi xalq eg'iz edebiyoti deymiz. Bu holat hozirmi bir qism saqlanadi. Ikkinchisi bu yangi holatdagi xalq eg'iz edebiyoti. Yangi holatdagi eg'iz edebiyoti deganimiz yangidan to'qilayotgan, og'zaki shaklda ijod qilinayotgan asarlar. Bularmi bor bugungi kunda. Uchinchisi o'zgartirilgan shakl. O'zgartirilgan shakl deganimiz mana shundoq. Aslida og'zaki tarqilatdi. Endi qanday qildik buni? Buni yeziq shakliga oldik, o'zgartdik. Uyg'ur xalq og'zaki hikoyadir, bu uch xil shakldagisining hammasi bor. Endi men o'ylayman, buningdan keyin shu Uyg'ur xalq og'zaki hikoyalarini to'plash, qazish, ratlash, uni qoldirish, keyingi avlodlarga tarqitishda bunda bir necha ishni qilish kerak deb qarayman. Biri asli holat saqlanayotgan eg'iz edebiyotini keng turda to'plab, uning unsin ombirini qurib olishimiz kerak. Shunga nisbatan kuch chiqara oladigan, shuni qila oladiganlar hamma safarbar qilib, tez suratda shunday hikoyalarni eğitip belgeçler yo'qolib ketishdan burun buni qilib olishimiz kerak. Ikkinchisi, buni biz yoziq shakliga yana keltirib davomli to'plasak bo'ladi. Yana birisi hamda shu san'atkorlarimizning foydalanish masalasi. Masalan, buning ichidan biz deymiz nurg'un hikoyalarni, masalan, rivoyatlarni, nurg'un xalq cho'chaklarini sahnaga olib chiqsak, drama qilib olib chiqsak bo'ladi. Rassomlarimiz buning ichidagi nihoyatda dongliq obrazlarni sizib chiqib tunishtirsa bo'ladi. Haykaltaşlarımız shu obrazlarning haykalini yozsa bo'ladi. Andan keyin shoir yozuvchilarimiz buning uchun tema ilib turib, andan keyin o'zi roman, hikoya yoki dastonlarni yozsa bo'ladi. Shuning uchun shu jihatdagi qiladigan ishlarimiz nihoyat nurg'un. Xelal efendim, yalnız edebi eserler, romanlar yoki qo'ral kitoblar emas, balki foydalanish qimmati yuqori bo'lgan, saqlash qimmati yuqori bo'lgan, ilmiylik jihatda yuqori bo'lgan kitoblarni nashr qildirish, bu nashriyatchilarningki tub talebi yoki navbatdagi bir taqozosi deb qaraymiz. Ham bundan keyin sizlar mush turdagi asarlarga nisbatan qanday bir o'ylarda bo'lyapsizlar? Endi har qanday bir nashriyat o'ziningki mavjudligini saqlayman deydi ekan, o cho'qim buningki biri nadir asarlar bo'lishi kerak. Ikkinchi birisi buningki bozorlik bo'lgan asarlar bo'lishi kerak. Bizningki Uyg'ur xalq cho'chaklarining shu 6 to'plamningki o'tirg'i chiqishimi dal bizning shu nishonni asosda texim terishganligimizning natijasi. Shundan bir vaqtda hozirgi jamiyat bunday nadir asarlarga nihoyat ehtiyojli. İkinci birisi hozir bizning o'qirmanlarning saviyasi burungi o'qirmanlarning saviyasiga qaraganda xeyli yuqori darajada yuqori ko'tarildi. Bu har qaysi nashriyatlardan bir nadir bo'lgan asarlarning bo'lishini talab qildi. Uchinchi birisi masalan davlatningki har xil turdagi tur qurilishlari, nashr qurilishlari. Bizningki shu nadir asar ishlab chiqarishimizni taqozo qiladi. Yaqinki oldimizga 1 yilga yaqin vaqt ichida bizning nashriyatimiz planga olgan nadir asar shunday bosqichga yetgan degan asarlarimiz 10 ga yetdi. Yaqinki 1 yil ichida bu asarlar bir-birlab bozorga solinmoqchi. Endi Abdulmitga, ham sizning mush fursatda ekran oldidagi qarindoshlar deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Bu oldimizda turgan Uyg'ur xalq cho'chaklaridan iborat bu 6 tom kitob Uyg'urcha til yozuvda nashr qilindi. Bu o'lik tomi hisoblandi. Endi mamlakatning o'rinlashtirishida shu osonlik millatlar nashr qilingan kitoblar asosida mushlarni tarjima qilib xanzovchi tom tuzish topshirilgan. Bu o'zi davlat tomi hisoblandi. Endi hozir mushuning xanzovchi tomi bir qancha yillar ilgari nashr qilindi. Onun ichida Şinjandagi 13 millatning shundoqla Uyg'urlarning xalq cho'chaklari bor. Endi mayli xanzovchi tomga olsun, mayli shu Uyg'ur tomlarning maydonga kelishida olsun,
Buningda nurg'un odamning ajr mehnati bor. Bo'libmi bizga asrlar mobaynida xalq eg'iz adabiyoti boylig'ini, o'sha cho'chaklarni bizgacha yetkazib kelgan cho'chakchilar, voizlar, maddohlarning to'pisi intayin cho'ng. Ma shuningdek, o'sha cho'chaklarimizni xanzuchiga tarjima qilgan tarjimonlarimizning to'pisi intayin cho'ng. Men oldi bilan mana o'sha cho'chakchilarimizga, maddohlarimizga, voizlarimizga, shuningdek bularni to'plab xotirlaguvchilarga ben alayda rahmet etaman. Bizning bu kitobni ishlash jarayonida bizning bir qancha peshqadam olimlarimiz bular bizning bu kitoblarni ishlashimizga nihoyatda jiq qimmatli taklif fikrlarni bergan. Bularning ichida ba'zilari dunyodan o'tdi. Mana uningdan boshqa Şinjan'da şu neşriyatı ve neşriyatdaki bari xodimlar bayağı yuqorida tanıştırılgandek bu kitobni ishlashga jiq ajr singdirdi. Bular mayli mazmun, mayli badiiylik, mayli texnikalik jihatdan aytganda nurg'un ajr singdirdi. Men bularga alayda rahmat, tahrir hay'ati nomidan alayda rahmat aytaman. Jahonda mukammal ish yo'q. Bu kitobni hamma jihatdan mukammal bo'lib ketdi. Nuqsonsiz deb aytolmaymiz. Buni endi buningdan keyingi bizning yosh mutaxassislarimizning buningdanmi mukammal ilmiy bo'lgan nusxalarini maydonga chiqarishni umid qilaman. Uyg'ur xalq cho'chaklarining 6 tomliq katta nashrning o'qirmanlar bilan yuz ko'rishi bizning milliy hayotimizdagi, madaniyat tariximizdagi yana bir yangilik, shundaqla xo'shallik. Biz Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi aktival ideya va afzal elementlarni farzand tarbiyasidagi go'zallik, shundaqla yaxshilik, mardlik ham mehribonlik tarbiyasi bilan zich biriktirib, uningdan zo'r unum va manfaat ilishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.